Minecraftning yangi versiyasi va nihoyat kirib keldi. Shu yangilanishda yangi Nautilus, zombi tuya, zombi Nautilus, Nautilus uchun armor va uning 6 xil turlari, yangi qurol nayza va uning 7 xil turlari, yangi mexanikalar, yangi skelet va yana yangi Stop. Keling, hammasini boshidan boshlaymiz. Hammaga salom. Boshida sizlarni qiziqtira oldim degan umiddaman. Bugungi videoda 2 yil oldin ochilgan va oxirgi marta yozda kirilgan asosiy dunyoyimga bu yilning eng so'nggi Minecraft versiyasini olib kiramiz va yangi narsalarni birgalikda yig'ib, ularni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam biz boshladik. Salom. Oh, wow. Ha, oxirgi marta eski xotiralarni, qurgan davrlarni eslash uchun muzeyimga kirgan ekanman. Ha, aytgancha, bu muzeyim juda ham oldinlari qurgan edim. Hozir esa tashqariga chiqamiz va albatta hozir qorong'i. Menimcha bu bir tarafdan yaxshi, chunki bir o'zingiz tomosha qiling. Bu esa dunyoyimdagi birinchi uy, ya'ni mening uyim. Bu esa eng yoqtirgan joylarimdan biri, ya'ni 2-qavat. Bu yerda hamma resurslarim, xotiralarim va ko'plab yana narsalar joylashgan. Bu esa butun dunyoning xaritasi, ko'pchilik qurgan strukturalarim shu yerda ko'rinadi. Mana dunyoyim bilan oz bo'lsa-da tanishib oldingiz. Agar to'liqroq tanishishni xohlasangiz, fikringizni bildiring. Balki keyingi video aynan shu haqida bo'lar. Xo'sh, endi asosiy rejaga o'tsak. Bu ko'rib turgan shalkerlarga boshida tanishtirgan va tanishtirmagan narsalarni qo'shaman. Hozir esa ulardan biri yangi qurol, ya'ni nayzani yasashni boshlaymiz. Albatta bu nayzalar 7 xil turda bo'lishi kerak. Sababi boshqa qurollar kabi bu qurolga ham 7 xil variant qo'shilgan. Barcha materiallarni yig'ib oldik, endi esa uni yasashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib misli, keyin taxtali, toshli, temir va oltin va albatta olmosli. Hozircha bularni qutiga joylashtirib turamiz va keyinchalik nimaga qodirligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha, eng asosiy material esdan chiqibdi. Bu neziritli. Bu material ham xuddi oldingidek yasaladi, ya'ni birinchi olmosli qilib olib, uni neziritliga aylantiramiz. Bum va bum. Ko'rib turganingizdek, endi bizda ham neziritli nayza bor. Kelajakda bu qurolga juda ham katta e'tibor qaratamiz, lekin hozircha shu qutiga joylashtirib turamiz. Bu yangilanishdan oldin yana bitta yoqqan versiya qo'shilgan. U versiya Copper Age, ya'ni mis davri deb ataladi. Hozir o'sha yangilanishdan kelgan narsalarni yasab olamiz. Undan oldin ham ko'plab narsalar, ya'ni yangilanishlar qo'shilgan, ammo bugun aynan eng yangilarini ko'rib chiqamiz. Mana, deyarli hamma narsa tayyor. Endi bularni ham qutiga joylashtirib turamiz. Bilsangiz kerak, otlar uchun ham armorlar bor, ammo shularning orasida neziritlisi yo'q edi. Va nihoyat shu neziritli armorni ham qo'shishdi. To'g'risi, otlarda uncha ko'p yurmaganman, doim elitrada yurardim, lekin yaqin orada otlarga ko'proq e'tibor beradigan bo'ldim. Va neziritli armorni qo'shgandan so'ng qiziqishim 2 barobarga ortdi. Qani endi buni sinab ko'ramiz va unchalik yomon emas. Ammo to'g'risi bu qora neziritli armor oqotga juda ham mos tushar edi. Afsuski menda oqot yo'q. Shuning uchun lekin qora otda ham yomon emas. Bizning villager do'stimiz anchadan beri bir o'zi zerikib qolgan edi. Endi bu do'stimizga yangi do'st olib kelish vaqti keldi. Menimcha ko'pchiligingiz allaqachon gap nima haqdaligini bilib bo'ldingiz.
Ha, bu Copper Age bilan kelgan Copper Golem edi. To'g'risi, o'sha versiyadagi eng yoqtirgan qo'shimcha shu bo'lgan. Sababi u juda ham yoqimtoy va foydali ham bo'lishi mumkin. Endi bu golemimizga ism beramiz. Buning uchun bizga villagerimiz yordam beradi. Rahmat villager. Xo'sh, buni nima deb nomlasak ekan? Xo'p, Copper bo'lgani uchun Kupi deb nom beramiz. Salom Kupi, mening dunyoimga xush kelibsan. Kupining nimaga qodirligini qisqacha tushuntirib ketaman. Xo'sh, uning sandig'iga nimadir joylashtirsangiz, uni boshqa sandiqlarning ichidan qidiradi va o'sha mahsulot bo'lgan sandiqqa yana qaytarib solib qo'yadi. Xullas, sortirovka qilish bilan shug'ullanadi va uning qo'lidan bemalol narsalarni olib qo'yishingiz mumkin. Endi esa yangi chanklarga sayohat qilamiz. Buning sababi Nautilusning armorlari yangilanishdan keyin ochilgan chanklardagi sandiqlarda paydo bo'ladi va buning uchun bizga Netherning tomi yordam beradi. Eski oltin fermamdan blok qarzga olib turib, ketgan joyimizni belgilab, yo'lga otlanamiz. Mana, yetib ham keldik. Endi portal ochamiz va yangi chankka qadam qo'yamiz. Narsalarimiz esa esimizdan chiqmasligi kerak. Mana yangi joylarga ham yetib keldik. Endi tezda qidirishni boshlaymiz. Salom yangi qishloq. Uylaringga kiraman, rozi bo'lasizlar. Wow. Narsalarini tezda o'g'irlaymiz. Shunday qilar edim agar yangi dunyo boshlaganimda, ammo menda hozir hamma narsa bor va bular kerak emas. Qaytamiga ularni boyqib ketamiz. Rahmat shart emas villagerlar. Ammo bu qopcha kelajakda asqotadi, shuning uchun olaman. Va xayr qishloq. Mana yangi chanklar ochildi, endi esa qidirishni boshlaymiz. Hoppa, salom. Yangi mob juda ham chiroyli, juda ham detalli, zo'r ishlangan. Bu mobni qo'lga o'rgatish mumkin. Mana bunday pufferfish degan baliq bilan, afsuski bitta urinishda bo'lmadi. Mayli, boshqa safar yana urinib ko'ramiz. Endi Nautilusning armorlarini qidirishni boshlaymiz. U yangi chanklardagi siniq kema, cho'kib ketgan joy va xazina sandiqlaridan chiqadi. Do'stlar, nima topib olganimga bir qarang. Bu manzarani rasmga oldim. Buni esa Telegram kanalimning profiliga qo'yib qo'yaman. Agar Telegram kanalimga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, qayerdan topishni bilasiz. Qidirayotgan narsamizni izlashda davom etamiz. Bu siz uchun juda tez bo'lishi mumkin, ammo men uchun qidirishga juda uzoq vaqt ketgan. Xullas, montajdan bahra oling.
Afsuski, olmoslisini topa olmadim. Chunki uning chiqish shansi 1%. Bu degani neziritli armor ham yo'q degani. Endi esa mag'lubiyatni tan olib, asta uyga qaytamiz. Home sweet home. Uyga xush kelibman. Narsalarni tezda taxlab olamiz va keyingi etapga o'tamiz. Muzeyimga yana bitta joy ochib, hozir yig'ilgan narsalarni joylashtiraman va uzoq kutgan damlar nayzaning qobiliyatini tekshirib ko'ramiz. Yana bitta kichik montajchadan bahra oling. Let's go. Mana tezda qurib ham oldik. Endi esa nayzamizni kuchaytirib, uni ishlab ko'ramiz. Undan oldin esa kuchaytirmasdan foydalanib ko'ramiz. Qani o'zi bunga qanaqa kuchaytirish kitoblari qo'shilgani, effektlari qanaqaligini bir ko'rib olamiz. Xo'sh, menimcha o'sha. Aha. Keling, kuchaytirmasdan oldin bir sinab ko'ramiz va sinab ko'rgandan so'ng enddagi XP fermamga uchib boramiz va kuchaytirishni boshlaymiz. Birinchi o'ljamiz qani? Juda ham kuchli. Bir udarda yo'q qildi. Endi olmoslisini tekshiramiz. Olmosli ham xuddi shunday. Bu qurol bilan mexanika o'ylab topib, juda ham kuchli PvP chiqarsa bo'ladi. Qani endi bir maza qilib moblarni uyini quritamiz. Menimcha yetarlicha maza qildim, chunki urush maydoniga aylanib ketdi. Endi esa bu monstrimizni yanada kuchaytiramiz. Enderman fermamizga ham kelib oldik. Endi biroz level to'plab kuchaytirishni boshlaymiz. Qani birinchi urinishdan omadimiz kelarmikan? Ha, juda ham zo'r emas-ku, lekin qo'shimcha kitoblarni o'zimiz qo'shsak, zo'r holatga keladi. Ikkita kitobni bir-biriga qo'shamiz. Nayzani kitobga qo'shib, oxirgi kuchaytirishni olamiz. Yangi kuchaytirish nomi Lunch, juda ham kuchli va mana bunday qobiliyatga ega. Bu qanday ishlaydi? Bu igrokning ovqat baridan quvvat oladi va igrokni qancha masofa bo'lsa ham uzoqroqqa sakrashiga yordam beradi. Yana yangi achievement qo'shilgan. Bu achievement bir darbada 4 ta mobni o'ldirsa beradi. Do'stlar, mana bu mexanikaga bir baho bering. Juda ham qudratli monster. Ko'zlarimga ishonmayapman. Bunga ham bir baho bering. Shunchaki tilim ojiz. Bu nayza bilan nafaqat endermenlarni, balki raidlarni ham kunini ko'rsatsa bo'lardi. Afsuski vaqtimiz juda ham kam, shuning uchun ularni Telegram kanalimga joylashtiraman. Mana do'stlar, video ham yakunlanib qoldi. Umid qilamanki, zeriktirib qo'ymadim. Yaxshi holatlar ko'p edi, ammo video cho'zilib ketayotganligi sababli shunchaki ularni unutdim. Xullas, yaxshi qoling. Kelayotgan yangi yil hammamizga omadli bo'lsin. Hayotda va Minecraftda rivojlanishda to'xtamang. Ko'rishguncha xayr.